Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana belgilarni tahlil qilishni boshlaymiz. Programmamizda, dasturimizda ya'ni o'zgarish bo'libdi. Endi oldin eslaringizda bo'lsa, har bir beltda 10 ta savol bo'lsa, endi ular qisqartirilib 2 ga bo'linibdi. Birinchisi imtihon beltlari 20 da 62 ta beltga har biriga 20 tadan savol tushirilgan. Bundan tashqari yana ikkinchi imtihon beltlari 50 da esa 25 ta beltga har biriga 50 tadan savol tushirilib qisqartirilgan. Oldingidek har bir beltda 10 ta savol emas, endi 20 yoki 50 ta savol mavjud. Bizda o'tgan safar oxirgi tahlil qilganimiz 51-savol edi. 51-belt edi. 51-beltimiz 10-beltga to'g'ri keladi. Bugun imtihon beltlari 50 dan 50 savol tahlil qilamiz. Shuning uchun 11-beltdan boshlaymiz. 51-belt tahlil qilganmiz. Lekin yana bir ko'rib chiqamiz 11-beltda. Qani bo'lmasam boshladik. Belgilangan yo'nalishli transport vositalariga qaysilari kiradi? Bu 51-beltda ham tahlil qilganmiz buni. Belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlanadigan avtobus, trolleybus, tramvay, yo'nalishli taksilar kiradi. Qaysi belgi chapga burilishga ruxsat beradi desa, 3-belgi deymiz. Bu belgi o'rnatilgan yo'lda avtobuslarga harakatlanish ruxsat etiladimi? Albatta, ruxsat etiladi. Chorrahani oxirgi bo'lib kesib o'tadik. O'ng qo'l qoidasi bo'ladi. O'ng qo'l qoidasiga muvofiq qaysi transport vositasining o'ng tarafi bo'sh bo'lsa, o'sha birinchi harakat qiladi. Demak, yashil yuk avtomashinasi o'ng tarafi bo'sh, shuning uchun birinchi harakatga keladi. U harakatga kelgandan so'ng qizil avtomashinaning o'ng tarafi bo'shib, u ikkinchi bo'lib harakatga keladi. Demak, oxirida ko'k avtomobil ekan. Oxirgi. Qaysi transport vositalariga harakatlanish ruxsat etiladi? Tartibga solovchining ushbu ishorasida uni ikki yon tomon, ya'ni qo'llari cho'zilgan tarafdan harakatlanuvchi transport vositalari to'g'riga va o'ngga harakatlanishi mumkin. Faqat ular to'g'riga va o'ngga harakatlanishi mumkin. Tartibga solovchining oldi va orqa tarafidan harakat qilib kelayotgan transport vositalariga harakat cheklanadi. Demak, ushbu holatda boshlaymiz. Sariq transport vositaga to'g'riga va o'ngga harakatlanish mumkin. Ko'k transport vositasiga ushbu holatda mumkin emas, faqat u to'g'riga harakatlanishi mumkin bo'lar edi. U chapga burilish ishorasini yoqmoqda, unga harakatlanish taqiqlanadi. Qizil, ya'ni Damas'ga esa to'g'riga va o'ngga harakatlanishi mumkin. Yashil va oq transport vositaga harakatlanish umuman mumkin emas. Demak, hozir bizda mumkin bo'ladi sariq va qizil transport vositalari. Yo'lovchilarni tushirish uchun qaysi transport vositalari to'g'ri to'xtadi? Ushbu rasmda ko'rishimiz mumkin. Avtobus, bilasizlar, piyodalar o'tish joyidan kamida 10 metr masofada to'xtashi kerak transport vositalari. Bundan tashqari avtobus faqat bekatda odam tushirib, bekatda odam mindirishi mumkin. Demak, avtobus noto'g'ri to'xtadi. Mototsikl ham noto'g'ri to'xtagan. Chunki u piyodalar o'tish yo'lagi ustida to'xtash mumkin emas. Qizil Matiz avtomashinasi to'g'ri to'xtagan. Demak, yengil avtomobil. Bunday yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismlarida ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarining qanday yuqori tezlik bilan harakatlanishiga ruxsat etiladi desak, 80 km/s bo'ladi. Ko'k avtomobil haydovchisi nima qilishi kerak? Ko'k avtomobil haydovchisi F1 sariq avtomobilga u orqadan kelayotgani uchun yo'l bermay, mo'ljallangan yo'nalishda chorrahani kesib o'tishi. Xato. Qarama-qarshi harakat bo'lagiga darhol qayta tizilishi mumkin emas. Tezlikni kamaytirishi, sariq avtomobilga quvib o'tishni tugalashga imkon berishi, so'ng esa chapga burilishi. Bu xuddi shu javob to'g'ri bo'ladi.
Gazel yuk avtomobilining yuk bilan balandligi yo'l sathidan 308 metr bo'lsa, uni tashish mumkinmi? Ruxsat beriladi albatta. Bu savol yo'llab qolishda o'tgan safar tavsiya qilganmiz. Agar pnevmatik uzatmaning zichligi buzilib, kompressor ishlamay turganda, boshqaruv asboblarining erkin holatida havo bosimining 30 daqiqada qancha MPa ga pasayishiga sabab bo'lsa, tormoz tizimi nosozlik hisoblanadi desa, F3 0.05. Ana endi yangi savollarga o'tdik, hali hal qilmagan savollarimizga. Avtomobil harakatlanayotganda kutilmaganda shinasi yorilib ketsa, haydovchi nima qilishi zarur? Ichki tormoz bilan to'la to'xtaguncha keskin tormozlash, avtomobilni to'xtab turish tormozi yordamida to'xtatish, rulni ushlab turish, to'g'ri chiziqda harakatni saqlash, tezlikni kamaytirish va to'xtash. Belgilardan qaysi biri bevosita yo'lning xavfli qismi oldiga o'rnatiladi? Xo'p, belgilarni har birini tahlil qilib ketamiz. Birinchi belgida siz shlagbaumli temir yo'l kesishmasiga yaqinlashayotganligingizni bildiradi. Ikkinchi belgi teng ahamiyatga ega bo'lgan chorrahani bildiradi. Uchinchisi bu svetofor borligini bildirsa, to'rtinchisi o'sha temir yo'l kesishmasiga 50 metr qolganligini bildirsa, beshinchisi shlagbaum qo'yilmagan temir yo'l kesishmasiga yaqinlashayotganligingizni bildiradi. Demak, bu o'sha bevosita temir yo'l kesishmasiga yaqinlashganda o'rnatiladi. Demak, belgilarda qaysi bir bevosita yo'lning xavfli qismi oldiga o'rnatiladi desa, demak 5-savol javob to'g'ri bo'ladi. Yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismida yengil avtomobilni shatakka olishga ruxsat etiladi. Bu yo'l belgisi bilan taqiqlanadi. Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Ko'ramiz. Asosiy yo'l. Demak, qizil, yashil va birinchi tramvay asosiy yo'lda. Ushbu holatda birinchi tramvay ayni vaqtda yashil avtomobil bilan birga harakat qiladi. Keyin qizil. Demak, F2 javob to'g'ri bo'ladi. Transport vositalariga qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, ushbu tartibga soluvchining ushbu ishorasida tramvay vositasiga chapga qayrilishga, ko'k avtomashinaga esa chapga qayrilish va qayrilib olishga ruxsat etiladi. Mana javoblarni ko'ramiz. Tramvayga F1 tramvayga chapga yoki to'g'riga faqat to'g'riga mumkin emas. F2 faqat avtomobilga chapga, F3 tramvay va avtomobilga chapga, tramvayga chapga yoki to'g'riga, avtomobilga tramvaydan so'ng. F3 nima uchun bo'lmaydi? Tramvay va avtomobilga chapga deyapti. Avtomobil qayrilib ham olishi mumkin-da. F5 tramvayga chapga, avtomobilga chapga va qayrilib olishga. Shu javob to'g'ri bo'ladi. Qaysi avtomobil haydovchisi to'xtashga ruxsat etilgan? F1 yengil avtomobilning haydovchisiga, F2 yuk avtomobilining haydovchisiga, F3 har ikki haydovchiga, F4 yuk avtomobilining haydovchisiga agar bir yo'nalishda harakatlanish uchun 3 ta va undan ko'p tasma bo'lsa. Qayrib olish taqiqlanadi. F1 chorrahada va ularga 15 metrdan yaqinroqda. F2 chorrahadan oldiga 15 metrdan yaqinroqda. F3 yo'lning loqal bir yo'nalishda 100 metrdan kamroq qismi ko'rinadigan aholi punktlarini tashqarida. F4 loqal bir yo'nalishda yo'lning 100 metrdan kamroq qismi ko'ringanda. Mana shu javob to'g'ri bo'ladi. Harakat tezligi 40 km/soatdan oshmaydigan transport vositasiga qatnov qismining chap bo'lagiga chiqishga qachon ruxsat etiladi? F1 quvib o'tishda, o'zib ketishda yoki aylanib o'tishda. To'g'ri. F2 burilish yoki qayrilib olish, oldidan qayta tizilishda. Demak, ikkala holatda ham. Kim o'quv yurtlarida boshqarishni o'rgatish huquqiga ega? F1 haydashni o'rgatish huquqini beruvchi hujjatlari bo'lgan haydashni o'rgatuvchi yo'qchi. Boshqa javobni o'qish shart emas. Yuk transport vositasining o'lchamlaridan chiqib tursa, kunning qorong'u vaqtida va yetarli ko'rinmaydigan sharoitda qanday belgilanadi? F1 ishora taxtachalari yoki
bayroqchilari diagonal bo'yicha navbatma-navbat tortilgan qizil va oq yo'lli bilan F2 oldi oq rangli chiroq yoki yorug'lik qaytargich, orqasi esa qizil rangli chiroq yoki yorug'lik qaytargich bilan to'ppa-to'g'ri. Bu o'sha hurmatli savolni yodlab qo'yishni tavsiya qilamiz har birini. Ruxsat etilgan to'liq vazn nima? F1 transport vositasining yuk ko'tarishi yo'q. F2 transport vositasining haqiqiy vazni yo'q. F3 jihozlangan transport vositasini ishlab chiqargan korxona tomonidan belgilangan yuk haydovchi va yo'lovchilar bilan birgalikda eng yuqori vazni. Mana shu. Bu belgida harakatlanish ruxsat etiladi. Ushbu belgida barchasi harakatlanishi mumkin. F3 ekan. Avtomagistralda qatnov qismining chetini bildiruvchi sidirg'i oq chiziqni bosib o'tishga ruxsat etiladimi desa, albatta deymiz. Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Tahlil qilamiz, qani ko'ramiz. Hop, asosiy yo'lda tramvaylar asosiy yo'lda bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Mana bu sariq transport vositasi bu qolgan transport vositalari bilan yo'l kesishmaydi. Demak, birinchi navbatda albatta tramvay vositalari harakatga keladi. Tramvay transport vositalari, 1-2 transport vositalari. Shuningdek, sariq ham harakatga kelishi mumkin, chunki u hech kimga xalaqit qilmaydi. Demak, F1 o'qiymiz. Yashil avtomobil ayni vaqtda ikkinchi tramvay bilan, birinchi tramvay ko'k, sariq qizil yo'q. Demak, ikkinchi. Yana bitta tushuntirib o'taman. Asosiy tramvaylar asosiy yo'lda. Shuning uchun ular birinchi harakatga keladi. Yengil avtomashinalarga nisbatan. Nima uchun sariq birga harakatlandi? Chunki uning harakati boshqa transport vositalari bilan kesishmaydi. Shuning uchun u bemalol harakat qilishi mumkin. Shu sababli ular birdaniga tramvay bilan bir vaqtda harakatga kelgan. Harakatlanishga ruxsat etilgan barcha transport vositalari qaysi javoblarda to'g'ri ko'rsatilgan? Hop, svetofor ishorasiga qaraymiz. Ushbu holatda barcha transport vositalari harakatlanishi mumkin. Aholi punktlarida ma'lum harakat tezligiga rioya etayotgan yirik o'lchamli transport vositasining haydovchi qanday yo'l tutishi kerak? F1 to'xtashi va orqasida to'planib qolgan transport vositalarini o'tkazib yuborish yo'q. Aholi punktlarida mumkin emas. F2 harakat davom etish to'ppa-to'g'ri. Mazkur vaziyatda quvib o'tishga ruxsat etilganmi? Yo'q, taqiqlanadi. Taqiqlangan. Siz chapga burilishga yoki qayrilib olishga qaror qildingiz. Orqani ko'rsatadigan ko'zguga qarab bildingizki, oldingizda haydovchi sizni quvib o'tmoqchi. Sizning bunda keyingi harakatingiz. F1 burilishning chap ko'rsatkichini yoqish va qatnov qismida qulay joylashib olishdan foydalanib manevr qilishga kirishish yo'q. Chunki o'sha orqa yuzdagi transport vositasi harakatlanib boshlashi o'zi holatini yoqib, o'zi harakatni boshlagan. F2 sizning ortingizda kelayotgan haydovchi sizni quvib o'tib ketgandan so'nggina burilishning chap ko'rsatkichini yoqish. To'ppa-to'g'ri. O'ng va chap g'ildiraklarining shinalari turlicha siyqalangan avtomobilda tormoz berish qanday xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin? O'ng va chap g'ildiraklarining shinalari turlicha siyqalanganda transport vositasi ag'darilib ketib qolishi mumkin. F1 tormoz barabarlarining qizib ketishiga, F2 naqsh izlarining ko'chib ketishiga, F3 avtomobilning ag'darilib ketishi mumkin bo'lgan darajada sirpanib ketishiga. To'ppa-to'g'ri. Yo'lovchi tashishga mo'ljallanmagan yuk avtomobilda yukni kuzatib boruvchi yoki qabul qiluvchi shaxslarning tashilishiga ruxsat beriladimi desa, agar bort balandligidan pastda joylashgan qulay o'rindiq bo'lsa ruxsat beriladi. Quvib o'tish nima? Quvib o'tish nima? Bir yoki bir nechta transport vositalarini qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan tasmaga chiqib, so'ngra ilgari egallagan qatorga qaytib o'tish bilan bog'liq bo'lgan o'zib ketish. Bu to'g'ri.
qarama-qarshi yo'lga chiqasiz va oldingi tasmangizga qayta tizilasiz. Qaysi belgi yo'lning bir tomonlamali harakatlanish yo'l qismini ko'rsatadi desak, F3. Haydovchi agar uning transport vositasi 40 km/soatga teng yoki undan ortiq tezlik bilan balandlikka chiqa olmasa, nima chora ko'rishi kerak? Asosiy tasma bo'yicha agar unda boshqa transport vositasi yo'q bo'lsa, harakatlanishni davom ettirishi. Qo'shimcha tasmaga qayta tizilishi. Agar uning transport vositasi 40 km/soatga teng yoki undan ortiq tezlik bilan balandlikka chiqa olmasa, albatta qo'shimcha tasmaga tizilishi kerak. Avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Xo'p, ushbu holatda o'ng qo'l qoidasiga rioya qilamiz. Birinchi navbatda yashil avtomashina harakatga keladi, chunki o'ng tarafi bo'sh. Birinchi yashil. Qani o'zi yashillik javob bitta bor ekan. Yashil chiqqandan keyin ko'k va qizil avtomashina o'ng tarafi bo'sh edi. Undan so'ng ular va oxirida sariq. Qaysi rasmda haydovchi o'ngga to'g'ri burilyapti? Svetofor yashil bunda svetoforda faqat to'g'riga va chapga ruxsat berilgan. Demak, birinchi rasmda o'ngga to'g'ri burilyapti. Sababini tushundinglar, to'g'rimi? Chunki bu svetoforda yashil yo'naltirilmagan yo'naltirishlar. Ikkinchisida esa to'g'riga va o'ngga ruxsat bergan. Qaysi transport vositasining haydovchisi to'xtash qoidasini buzdi? Ushbu holatda to'xtash qoidasini mototsikl haydovchisi buzdi. Chunki to'xtash mumkin qachonki bekatlarga kamida 15 metr masofada. Undan bekatlardan oldin va keyin 15 metr masofada to'xtash mumkin. Qizil avtomashina nima uchun to'xtash qoidasini buzmadi desak, chunki odam tushirib odam olyapti. Agar mana bu apalasa uzluksiz sidirg'a chiziq bilan ajratilganda endi unda qizil qoidani buzgan bo'lardi, chunki bir kirish mumkin bo'lmasdi. Demak, mototsikl haydovchisi. Qizil avtomobil haydovchisiga tramvay yo'li bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladimi? Qizil avtomobil haydovchisiga tramvay yo'li bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladimi? Albatta ruxsat etiladi. Bu holatda ruxsat etiladi. Chiziqlar bilan tasmalarga ajratilgan yo'lning qatnov qismida transport vositalarining harakatlanishi qanday amalga oshirilishi kerak? Qat'iy tasmalar bo'yicha uzuq chiziqni kesib o'tishga faqat qayta tizilishda ruxsat etiladi. Bo'ldi. Qolgan javobni o'qib o'tirmaymiz. Boldir suyagi o'rtasidan singanda transportni tashish uchun taxtakach yoki uning o'rnini o'tovchi narsa qanday qo'yiladi? Singan joyga qo'yiladigan shina yoki uni o'rnini bosuvchi narsani siqib bog'lash kerak. Yo'q. Shinaning ikki tomonidan butun boldir uzunlikda tomonidan to tizib bo'lguncha qo'yish kerak. Tomon tagidan to son o'rtasigacha oyoqning e'tibor qilasiz. Ichki va tashqi tomonidan ikkita shina qo'yish kerak. Singan joyini tizza va boldir oyoq kafti bo'g'inlarini qimirlatmaslik lozim. Qanday shartlarda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Faralar yoritishi buzilgan bo'lsa, tashqi yoritish asboblari yo yorug'lik qaytargichlar ifloslanganda, yoritish asboblari o'rnida mazkur yoritish asboblarining turiga mos kelmaydigan lampalardan foydalanganda barchasida. Mazkur belgi nima haqida axborot beradi?
Trolleybus, avtobus to'xtash joylarini bildiradi. Qaysi belgi shlagbaumli temir yo'l kesishmasiga yaqinlashganlik haqida ogohlantiradi? Albatta 4 birinchi savolga tahlil. Bu belgida yuk avtomobillaridan qaysi biriga harakatlanishni davom ettirishga ruxsat etiladi? Yukxonasida odamlar bo'lgan maxsus moslashtirilgan yuk avtomobillariga, furgon yukxonadan mahsulot tashiydigan avtomobillarga, aloqa yozuvi bo'lgan avtomobillar. Maxsus odamlar yukxonasida odam bo'lgan maxsus moslashtirilgan yuk avtomobiliga mumkin. Zanjirli bo'lgan qishloq xo'jaligi va yo'l qurilishi boshqa mexanik transport vositalariga temir yo'l kesishmasidan o'tishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi, faqat tashib o'tish mumkin. F1 agar temir yo'l boshlig'ining ruxsati bo'lsa, ruxsat etiladi. Yo'q. Mexanik transport vositalariga yuklab olib o'tish ruxsat etiladi. Harakatlanish qaysi yo'nalishga ruxsat etilgan? Svetoforda ushbu ishorasida faqat birinchi o'ng tasmaga, o'ng yo'nalishga. Birinchi o'ng yo'nalishga. To'g'ri va o'ngga birinchi yo'nalishga. Yo'q. O'ngga birinchi yo'nalishga. Chorrahani oxiri kesib o'tadi. Demak, ushbu holatga e'tibor qilamiz. Asosiy yo'lda ko'k va qizil avtomashina. Qizil avtomashina o'rtaga chiqadi, ko'kni o'tkazib yuboradi va harakat davom ettiradi. Oxirida yashil, demak yashil oxiri. Bu yo'l belgisi ikki g'ildirakli kajavasiz mototsikllardan tashqari hamma mexanik transport vositalarining harakatlanishini taqiqlaydi. Yo'q. G'ildirakli traktorlardan tashqari hamma transport vositalarining harakatlanishini taqiqlaydi. Yo'q. Traktorlar va o'zyurar mashinalarning harakatlanishini taqiqlanadi. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Ko'rishimiz mumkin. Asosiy yo'l, demak, ko'k avtomashina va chapdagi yo'nalish asosiy yo'l hisoblanadi. Qizil va tramvay asosiy yo'lda emas. Birinchi demak ko'k avtomobil harakatga keladi. Ko'k avtomobil, tramvay, qizil avtomobil, to'g'ri. Egiluvchan ulagich tashatakka olinganda transport vositalari orasidagi masofa qanday bo'lishi kerak? Buni yodlab qolishni tavsiya qilamiz. Egiluvchan bo'lsa 4-6 bo'ladi. Qanday nosozlik bo'lganda transport vositalarining harakatlanishini davom ettirish taqiqlanadi? F1 transport vositalarining tuzilishida ko'zda tutilgan oyna yuvgichlari ishlamasa. F2 tashqi yoritish asboblari va nur qaytargichlar belgilangan tartibda ishlamasa yoki ifloslangan. F3 yomg'ir yoki qor yog'ayotganda vaqtda haydovchi tomondagi oyna tozalagich ishlamasa. Mana shu. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, biz bugun 51 yana qayta tahlil qilib, yana qo'shimchasi 4 ta tahlil qildik. Endi bundan keyin har bir belgida 50 ta savol bo'ladi yoki 20 ta savol bo'ladi va har birini tahlil qilib ketamiz. Bunday olganda biz bugun 51, 52, 53, 54 va 55-belgidan tahlil qildik. E'tiboringlar uchun rahmat. 50 ta savol. Kanalimizga obuna bo'linglar, like va podpiskani ayamanglar.